Buni chiroyliligini aytmaysizlarmi? BMW avlodidagi eng chiroyli modellardan degan bo'lsam, adashmagan bo'laman. Siz uchun juda ham ideal holatdagi bo'lgan BMW 5-seriyasi 530i G30 kuzovdagi avtomobilni topib qo'ydim. Buni videoga bitta baho berib qo'ying. Qancha ko'rsangiz ham to'ymaysizda. Avtomobilimiz 2022-yilda ishlab chiqarilgan 2 litr twin power turbo motor bilan jihozlangan va shu kungacha bilasizmi nechta yurgan ekan? 57 ming kilometr ekan. Egalari gapi juda ham yumshoq, yangi Michelin valvo taqib qo'yishdi. Avtomobilimizda M paket bo'ladi, dachki spozon, beskchoy do'stib. Mana ichki salonlardan bitta ko'rsatib o'tamiz. Qora va temni korachniy kojin salon jihozlangan. Nimaiki o'rtoqligi bo'lsangiz, hammasi mujassam. Harman Kardon akustika sistema, pamять sиденья. Siylarimizda atamankalarigacha bor. Multimedial rol. Ayniqsa qishga otdi, qishda rulimizni sizni qo'llaringiz isitib qo'yishga ham tayyor. Head-up display, orqa oldi Abduf Abagrev va sizni qulayligingiz uchun bu yerda besprovодная zaryadka. Mana orqa salonlarni ko'rsatib o'tamiz. Gap spot bilan avtomobilimizni ichki saloni hali ham mat bo'lib turibdi. Полностью 4 klimat kontrol bilan jihozlangan. Va undan tashqari zadniy shtorkalar. Buni zadniy vidlarni bitta ko'ringlar. Shunaqa bir chiroyli ishlab qo'yishgan, har bitta erkak kishini orzusidagi avtomobil desam ham adashmagan bo'laman. Endi eng qiziq joyi narxga keladigan bo'lsa, ideal holatdagi avtomobilimizni siz 57500 ga pastdagi raqamlarga telefon qilib, ekrandan xarid qilib ketsangiz bo'ladi. Videoni esa srochno BMW haydab yurgan tanishingizga yuborib qo'ying. Mazza haydab yursin.